16. bab. Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Bir boyning bir g'o'jidori bor ekan. Birisi boyga, "Bu g'o'jidoringiz mol-mulkingizni buzib chashdi" deb shikoyat qildi. Boy g'o'jidorni chaqirib uningga, "Mening anglaganlarim qandaq gap? Endi xizmatdan bo'shatilasan. Hisob kitobni topshu" debdi. Yilqi g'o'jidor ishida, "Xo'jayinim meni xizmatdan bo'shativatsa, bundan keyin qandaq qilarman? Etizli ishlashga kuchim yo'q. Tilamchilik qilay desam, nomus qilaman. Ha, rost. Ishsiz qolgan vaqtimda kishilarning meni uylarida turg'izishi uchun qandaq qilish kerakligini bilaman" deb o'ylabdi. Shuning bilan u xo'jayiniga qarzdorlarni bir-birlab chaqirib kelib, birinchisidan, "Xo'jayinimga qanchalik qarz bo'lding?" deb so'rabdi. 100 ton zaytun yig'i deb javob beribdi u. Xo'jidor, "Mana bu sening hisobot daftaring. Darhol o'ltirib 50 ga o'zgartib et" debdi. U yana biridan, "Sanchu qanchalik qarz bo'lding?" deb so'rabdi. "1000 tag'a bug'doy" deb javob beribdi u. Xo'jidor uningga, "Mana bu sening hisobot daftaring. 800 ga o'zgartib et" debdi. Boy bu ishni bilgandan keyin bu samimiyatsiz g'o'jidorining zirakligiga qoyil bo'ldi. Chunki u o'z kelgusini o'ylab tayyorlik qilgan ekan. Darvaqa bu dunyoning imonsiz odamlari o'z manfaatiga kelganda Xudoning yo'qligida yashaydigan odamlardan zirak. Shunga o'z boylig'inglar bilan yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam berib, ularni do'st tutinglar. Undaq qilsanglar, boylik tugaganda boqi dunyoda kutib olinsizlar. Kichik ishlarda ishonchli bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchli bo'ladi. Kichik ishlarda ishonchsiz bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchsiz bo'ladi. Agar sizlar bu dunyodagi boyliklarni bir taraf qilishda samimiyatsiz bo'lsanglar, Xudo qandoqmi jannatdagi haqiqiy boylikni sizlarga ato qilsin. Agar sizlar boshqalarning narsalariga qara sonsanglar, o'z nesiminglarni sizlarga kim bersin? Ikki xo'jayinga xizmat qila oladigan hech qanday chakar yo'q. U yoki buni yomon ko'rib, uni yaxshi ko'radi, yoki buningga e'tibor berib, uningga sal qaraydi. Shuningga o'xshash, sizlarning bir vaqtda ham Xudoning, ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas. Bu so'zlarni anglagan pulga amroq parislar Hazreti İsa'ni masxara qilishdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Sizlar kishilarning oldida o'zinglarni oliyjanob qilib ko'rsatsizlar. Lekin Xudo ko'nglinglarni yaxshi biladi. İnsanlarning qadrlaydigini Xudoning nazarida yirkinchlikdir. Yahyo payg'ambarning zamonigacha Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari sizlarga yetakchi edi. Biroq Yahyo kelgandan beri Xudoning podshohligi to'g'risidagi xush xabar taqalmoqda va nurg'un odam tirmishib uningga kirmoqda. Holbuki bu Tavrat qonuni inovatsiz deganlik emas. Aksicha, osmon zemin yo'qolsa-mu, Tavrat qonunining bir chekitimi bekor qilinmaydi" dedi. Hazreti İsa yana, ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga ilishmi zina qilganlik bo'ladi dedi. Hazreti İsa mundaq dedi: "Burunlarda doim hashamatli kiyimlarni kiyib, aysh-ishratli turmush kechiradigan bir boy o'tgan ekan. Yana butun a'zoyini jarohat besib ketgan Lazar ismli bir tilamchimi bor ekan. Kishilar uni boyning dostixinidan oshgan narsalarni terib yeb, jon boqsin deb, hamisha uni
boyning eshik oldiga akilib qo'ydi ekan. U yerda yotqinida hatto ishitlar kelib, uning yorilarini yalaydi ekan. Keyin bu tilamchi o'lib ketibdi. Farishtalar uni jannatga elib kirib, ajdodimiz Ibrohimning yeniga opiribdi. Uningdan keyin boymi o'lib, yerlikka qo'yilibdi. U yer ostida qattiq azob chekibdi. U beshini ko'tarib, yiroq bir joyda ajdodimiz Ibrohimni va uning yendiki Lazarni ko'rib, "Ey bovam Ibrohim, menga rahim qilgaysan. Lazarni avatkaysan. U barmog'ining uchi bilan suv temitib, tilimni namdab qo'yg'ay. Chunki men bu o't yalqinining ichida intayin azoblanyapman" deb vaqirabdi. "Ey o'g'lim", debdi ajdodimiz Ibrohim. "Hayot vaqtingda halovatni yetkichi ko'rding'u. Lazar bo'lsa hamma jafoni tatdi. Endi u bu yerda rohat ko'ryapti. Sen bo'lsang azoblanyapsan. Uning ustiga ikkimizning orasini tegi yo'q hang ayirib turdi. Shunga bu yerdan sen tug'an yerga berishmi mumkin emas. U yerdan bu yerga kelishmi mumkin emas." Boy mundaq debdi: "Ey bova, undoq bo'lsa, Lazarni otamning uyiga avatishingizni o'tinaman. U yerda mening 5 qardishim bor. Ularning bu azob oqibatli yerga kelmasligi uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Qarindoshlarimga Musa va boshqa payg'ambarlarning ogohlantirilishlari bor. Ular shuni anglasin", debdi ajdodimiz Ibrohim. "Ey bovam Ibrohim", debdi boy. "Bu kupoyi qilmaydi. Ular bek tersa. Agar o'lgan bir odam tirilib, ularning oldiga borsa, ular tavba qilib, to'g'ri yo'lga mang'atdi." Lekin ajdodimiz Ibrohim uningga: "Ular Musa va boshqa payg'ambarning so'zini anglamasa, o'lgan odam tirilsimi, ishonmaydi", debdi.